Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sizlar bilan birgalikda yana Pseudo Expert Food kanali. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi Angliya Liga Kubogi finali. Bilamiz, kecha tunda bo'lib o'tgan uchrashuvda Manchester City hamda Arsenal o'rtasida o'yin bo'lib o'tdi va Abduqodir Husanov hamyurtimizning jamoasi ushbu turnirda chempion bo'ldi. Va bu g'alaba bilan barchamizni tabriklaymiz va Abduqodir Husanovning bunday g'alabalari bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Endi esa umumiy o'yinga e'tiborimizni qaratsak. Arsenal hamda Manchester City o'yini aslida Arsenalning ustunligi bilan boshlandi. Zero to'p nazorati Manchester Cityda bo'lganiga qaramasdan Arsenal hujumlar uyushtirdi. Arsenal nisbatan xavfliroq ko'rindi. Manchester Cityga nisbatan bu birinchi bo'lim haqida gap ketyapti. Endi o'yindagi qiziqarli faktlar va qiziqarli e'tiborga molik jihatlarga e'tibor qaratamiz. Demak, Arteta Wembley stadionida mag'lub bo'lmagan edi. Guardiola esa Angliya Liga Kubogi g'olibligi, chempionligi bo'yicha finallarda biror marta mag'lubiyatga uchramagan edi shu o'yingacha. Bu uchrashuvdan keyin ham mag'lubiyatga uchramadi. Faqat Arteta Wembleyda mag'lubiyatga uchradi. Birinchi bor Arsenal bilan birgalikda. Yana bir qiziq jihat, ikki jamoa ham o'zlarining asosiy darvozabonlarini maydonga tushirgani yo'q. Zero Raya hamda Donnarumaning klassi nisbatan yuqoriroq hisoblansa-da, albatta Arteta uchrashuvdan keyin Kepa Arrizabalaгаning maydonga tushirilishi xato bo'lmaganligi va u yarim finalda o'ynagan, chorak finalda o'ynagan va turnirning barcha o'yinlarida maydonga tushganligi uchun finalda ishtirok etishga haqli, to'liq haqli edi deb aytdi va bu jamoaning mag'lubiyati deb atadi. Aslida esa aynan Kepa Arrizabalaгаning xatosidan keyin Arsenalning o'yini ag'dar-to'ntar bo'lib ketdi va jamoa qayta olmadi o'yinga. Cityda esa teskarisini guvohi bo'ldik menimcha. Trafford juda ishonchli tarzda harakat qildi va o'sha ishonchli tarzda harakat qilgani bizga bir oychalar oldin Newcastle'ga qarshi yarim finalda o'yindan so'ng u Cityga kelayotganda asosiy darvozabon bo'laman deb o'ylab kelganman va lekin real holat hozir shu va men shunga ko'nikishim kerak degan edi va u ko'nikib rostdan ham o'zini ko'rsatdi. Katta ehtimol keyingi mavsumda Donnarumma uchun juda yaxshi raqobatchi. Albatta Donnarumaning klassi boshqa darajada bo'lsa ham Trafford juda yaxshi, juda ishonchli o'yin ko'rsatdi va Havertzning zarbasini, Sakaning zarbasini 3 talik qatorasiga seyf namoyish etdi. Tahsinga loyiq albatta. Yana qiziqarli bir ma'lumotlardan Manchester City birinchi bo'limda o'yin davomida barcha hujumlarga yuqoridan uzatmalar orqali gol urishga harakat qildi. Boshida biz kanalimiz a'zolari bilan bu vaziyatni tushunmadik to'g'risi, chunki Saliba bor, Gabriel bor va bilamiz Kepaning ham bo'yi uzun to'plarga egallab oladi. Undan tashqari Inkapi juda yaxshi formada. Qanday qilib gol urmoqchi deb o'yladik. Ikkinchi bo'lim boshlanganidan so'ng Kepa xatoga yo'l qo'ydi. Aynan yuqoridan uzatmadan so'ng xatoga yo'l qo'ydi va Manchester City jazoladi. O'Reilly oxirgi 2-3 oy davomida Manchester Cityning hujumchisiga aylandi desak ajab emas, chunki juda chiroyli gollar urmoqda, juda kerakli vaziyatlarda hujumga chiqmoqda. Himoyada ham kerakli vaziyatlarda, kechagi uchrashuvda aynan kerakli vaziyatlarda himoyada ham yaxshi harakat qildi. To'g'risini tan olish kerak va Man of the Match nomini statuetkasini olib, u to'liq haqli edi. O'Reillyga gap bo'lishi mumkin emas, 10 ball qo'ysa arziydigan o'yin ko'rsatdi nazarimizda. City murabbiyi Guardiola o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan bo'lishar ekan. U shunday dedi: agar men Manchester Cityning g'alabasiga muxlis sifatida bo'lganimda ishonmas edim deyapti. Chunki Barselona, Real Madrid, Bavariya darajasida o'ynayotgan jamoaga qarshi biz maydonga tushdik va bizning g'alaba qozonishimiz amri mahol edi va agar men 1 sent hattoki shu o'yinga tikadigan bo'lganimda bu ishni qilmagan bo'lar edim. Manchester City yutadi deb bu ishni qilmagan bo'lar edim dedi. To'g'risi ham shunday. Bizning
o'yinda guvohi bo'layotganimizda birinchi bo'limdan keyin aynan bir to'plik farq gol evaziga katta ehtimol Arsenal yutsa kerak deb o'ylagan edik. Ammo Arsenalning eski kasali qo'zg'aldi. Eski kasal deganda nimani nazarda tutamiz? Arsenal birinchi gol xatoni evaziga qo'yib yubordi va undan keyin qayta olgani yo'q. Nisbatan City bosimni oshiraverdi. Birinchi bo'limdan keyin Arteta o'z jamoasini ruhlantira olmagan shekilli, katta ehtimol bilan va o'zgarishlar ham yordam bermadi. Xullas, bu kubok juda ham katta ahamiyatga ega bo'lmasa-da, ammo Arsenalga kelajakda bu vaziyatdan Arteta ikki xil foydalanishi mumkin. Jamoa ruhiy sinishi ham mumkin. Teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ruhiy jihatdan jamoa yanada tashnaligini va yanada kuchga to'laligini ko'rsatib, g'alaba qozonishga harakat qilishi ham mumkin. Ko'pchilik futbol ekspertlari aynan Arsenalning darvozabonida ayb katta edi. To'g'ri, aynan o'sha vaziyatda darvozabon xatoga yo'l qo'ydi. Lekin aslida o'yinchilar ham ikkinchi bo'limda juda ko'p uzatmalarda xatolarga yo'l qo'yishni boshladi. Manchester City qaytgan to'plarni yutib olishni boshladi. Maydon markazidan Arsenal maydon markazidan City tomonga o'tishga ancha qiynalishni boshladi. City pressingni kuchaytirdimi yoki Arsenal o'yinchilarida oddiy vaziyatlardagi xatolar ko'paydi va shuning evaziga Manchester Cityda ham vaziyatlar paydo bo'la boshladi. Yana qiziqarli vaziyatlar bu uchrashuvdagi bu Sherkining qilig'i. Ko'p o'yinchilar tomonidan, ko'p ekspertlar tomonidan, umuman ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muxlislar tomonidan tanqid qilindi va Gvardiolaning ham reaksiyasini barchamiz ko'rdik. Qanday reaksiya qilganini, uning jonglyor qilganiga to'p bilan birga. Albatta bu hurmatsizlik va bunday ishlarni amalga oshirish va shunday Arsenalga qarshi raqib seni hurmat qilib turibdi, sen raqibni hurmat qilib turibsan. Nima uchun bunaqa ish qilyapsan? G'alati. To'g'ri, jamoa 2-0 yutib turibdi. Balkim shu bilan futbolni ham qiziqroq qilishga harakat qilgandir Sherki, ammo uning bu harakati hozirgi kunda to'g'ri qabul qilinmasligi aniq edi. Va yetarlicha heyt ham oldi deb o'ylaymiz Sherki o'z tomonidan. City'dagi yo'qotishlar haqida ham gaplashib o'tsak, City'da Gehi ro'yxatga olinmaganligi uchun maydonga tusha olmadi. Dias jarohat olib qoldi va shuning hisobiga maydon markazida Ake hamda Husanov o'ynashiga to'g'ri keldi. Aslida bu juftlik o'zini ishonchli ko'rsatgan o'yinlari juda kam va shuning uchun yana o'sha himoya markazidagi lider aynan Husanovga aylandi. Husanov bo'ldi. Bu aniq edi va Husanovning bitta vaziyatda Havertzning oyog'idan to'pni olib qo'ygani, oyog'ining tagidan to'pni olib qo'ygani juda chiroyli chiqdi va u rilslar ham juda ko'p aylanishni boshladi. Umuman keladigan bo'lsak, himoyaga Manchester City'ning himoyasiga savollar yo'q edi aynan shu o'yinda. O'Reilly, Ake, Husanov va Nuneshga hech qanday savol yo'q edi. Tan olish kerak, ular juda zo'r o'yin o'tkazishdi va Gvardiola ularga nega oldinroq bunaqa o'ynamayotgan edilar degan bo'lsa ajab emas. Arsenal muxlislariga yuzlangan holda aytamiz, Arsenal hech ham g'amgin holatga tushmasligi kerak. Jamoa hali ham treblga o'z imkoniyatlarini saqlab qolmoqda va yaxshi imkoniyatlarga ega. Premier Ligada eng yaqin ta'qibchisidan 9 ochkoga olindi. Chempionlar Ligasida keyingi uchrashuv Sportingga qarshi nisbatan qolgan raqiblarga nisbatan osonroq raqib va Angliya Kubogida ham jamoa yetarlicha imkoniyatlarga ega. Nima bo'lganda ham Arteta va uning jamoasi bu mag'lubiyatdan o'zlari uchun dars olishlari kerak va o'zlarining energiyasini to'g'ri yo'nalishda ishlatilishlari shart. Yana nima degan bo'lar edik ko'rsatuvimiz so'ngida, barcha Manchester City muxlislarini tabriklab qolamiz. Balkim bu Gvardiolaning so'nggi g'alabasi ham bo'lishi mumkin. Mavsum so'ngida Gvardiola ketishi ham mumkin degan fikrlar yangramoqda. Endi umuman asosiysi Husanov o'zining birinchi kubogiga erishgani bo'ldi biz uchun, hamyurtlarimiz uchun, butun O'zbekiston uchun nazarimizda. Va barcha bizni kuzatganlarga rahmat. Yana
bizning Pseudo Expert Food kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Video ostida izohlaringizni qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Like bossangiz yanada xursand bo'lamiz va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni va Telegram kanalimiz Pseudo Expert Food kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Barcha kuzatayotganlarga, barcha qo'llab-quvvatlayotganlarga kattakon rahmat. Salomat bo'lasizlar.